Assalomu alaykum barchalarga. Bugun men sizlar bilan Arctic Craftga kirishni o'rgataman. Qani bo'lsa boshladik. Bizning birinchi navbatda biz Play Marketga kirib, qidiruv poiskga bosib, Mojo Launcher deb yozamiz. O'zi chiqadi. Mana men tortib olganman, tortib olasizlar, kirib olgan kirasizlarda. Undan keyin mashetga bosasizlar. Versiyalar bo'lmaydi. O'zi Mojo o'zi 1.12 versiyani berib qo'ygan. Siz новый установка deysizlarda, o'zi ustanovkasi fabrikasi qo'yildi, o'zi 4G shunaqalarda bosasizlar. Masalan, 4G tortmoqchi bo'lsangiz o'zi chiqadi mana yerda. Mana shu xohlagan versiyalarni tanlab o'yna olasizlar. Undan keyin mana yerga kirib, dava uchetni zapisni bosib, o'zlaringga akkaunt yaratib olasizlar. Masalan, mana o'sha sizlarga maslahat, lokal akkaunt yaratinglar. Mana endi bu yerdan biz kiramiz. Chunki biz hamma narsani qo'yganmiz. Oldimda Ziko ham o'tiribdi. O'zbekiston artelida. Men foydaman yana. Unchasikina. Sizlar betni ko'rmasliklaring uchun men hozir kirib ko'rsataman. Mana bolalar, men kirib oldim. Endi mana shu multiplayerga bosamiz. Mana yerda multiplayerga bosganimizdan keyin hozir mana serverga bosib, mana Arctic Craft uzib yozasizlar. Undan keyin eng pastga chiqqanlaringni o'zi chiqadi. Agar chiqmasa MC mana qo'yasizlar. MC shunaqa bilan boshlasizlar. Endi bu yerga kiramiz. Kirganimizdan keyin hozir mening o'zim parolim bor. Mana yerga mana birinchi kirib turganlaringni o'zi mana bunaqa qilib turib, register shunaqa qilib o'zlaring parollaringni qilasizlar. Ikkinchi marta kirib turganlaringda shunaqa qilib yozasizlar. O'sha parolni bir marta yozasizlar-da, o'zlaring qilgan parollaringni. Masalan, 6 birinchisida 6 qilgan bo'lsalaringdan ikki marta, bunisida bir marta yozasizlar-da, shunaqa qilib. Mana meni vaqtim ham tugadi. Mana men masalan kirib o'ynab ko'rdim. Yaxshi server ekan. Yo'qdi. Ko'rgan bo'lsanglar, kirsalaring. Afsuslanmasizlar-da. Sizlarga ichini ko'rsataman. Men parolimni eslamayapman, shunga bolalar, men naqa parolimni eslamadim, shunga endi sizlar